Odatda devor effektini biz daftarga to'g'ridan-to'g'ri tushiramiz. Lekin bu safar shu narsani dekor qog'ozga qilib ko'rsamchi degan savol paydo bo'ldi va tayyorlaganimda o'zgacha chiroyli bir narsa paydo bo'ldi. Shuningdek, ikki xil rangdagi osilchoqlardan foydalandim. Shuningdek, deraza va uni orqasiga demak fon tanlab, uni ham yopishtirib oldim. Bundan tashqari qiz obraziga juda ham chiroyli qiz obrazini tanlab oldim, lekin yopishtirganimda devor effektlari qiziga yuziga chiqib qoldi. Bu narsa videoda uncha sezilmagan, lekin o'zimga ko'ringanligi uchun qaytadan ko'chirib olib, uni o'zi yopishadigan qog'ozga, ya'ni samokleykaga yopishtirdim. Lekin siz oddiy oq qog'ozga ham yopishtirib qilsangiz bo'ladi. Qizni rangi yoki qiz obrazining rangi aniq-tiniq ko'rinadi. Ortiqcha detallarsiz bu g'oyani yakunladim.